Hammaga assalomu alaykum. Ismim Bahodir. Ushbu kursda yordamchi o'qituvchi hisoblanaman. Bugun biz sizlar bilan Yuboraman o'z platformasi bilan tanishib chiqamiz. Umuman olganda birinchi darsimiz Yuboraman o'z platformasidan to'g'ri ro'yxatdan o'tish bilan yakunlanadi. Darsimizdan oldin ikki og'iz mana shu platforma haqida nazariy ma'lumot berib ketmoqchiman. Siz targetologsizsiz. Ertadan keyin albatta real loyiha bilan ishlaysiz. Sotuv uchun reklama yoqishingiz kerak bo'ladi. Shunda sizga yoqqan targetingizdan lidlar kelishni boshlaydi. Nima masala desangiz, mana shu tushgan lidlarni real vaqt rejimida Telegram guruhga, Google Sheetsga yoki qanaqadir CRM tizimiga o'tkazish masalasi bo'ladi. Mana shu masalaning yechimi bu yuboraman.uz. Ya'ni yuboraman.uz uchinchi tomon servis hisoblanadi. Bizga target orqali tushgan formamizga tushgan lidlarni Telegram guruhga, Google Sheetsga, CRM ga yoki undan tashqari agar siz internet marketing bilan shug'ullansangiz, qanaqadir CPI saytlariga o'tkazish bilan shug'ullanadigan servis hisoblanadi. Shu paytgacha biz targetologlar bo'lganda Make.com, albatta.ru degan chet davlatlarga tegishli qimmat tarifli planlari qimmat bo'lgan saytlardan foydalanib kelganmiz. Endi o'zimizda Yuboraman platformasi ishga tushgan. Bunda tarif narxlari juda ham arzon, 2 barobardan ham ko'proq arzon. Bepul limitini o'zi ham bitta biznesda lidlarni bir oyga обработка qilishga bemalol yetadi. Ya'ni 1000 ta bepul lid limiti beradi bepul tarifida. Demak, darsimizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda Google Chrome'da ochib olaman. O'z ishlatadigan profil tanlaysiz. Undan keyin bu yerda yuboraman o'z deb qidiramiz qidiruv paneliga. Yuboraman.uz mana birinchida chiqib keladi. Bu saytga kiramiz. Saytga kirganimizda bizda o'sha asosiy landing page'ga o'tadi. Bu yerda biz mana bu yoqdagi boshlash, bepul boshlash degan tugmasini bosishimiz kerak. Bepul boshlashni bosaman. Bu yerda ro'yxatdan o'tish chiqadi. Agar erinmasangiz, mana ma'lumotlarni to'ldirib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Menga lutchichem Google orqali kirish qulay. Shuning uchun bu yerda Google orqali kirish tugmasini bosaman. Google orqali kirganimda mana bu yerda mana bu akkauntimga bog'langan Google akkauntimni topadi va mana shu servis orqali bizni Yuboraman o'z platformasidan ro'yxatdan o'tkazadi. Demak, tayyor mana Yuboraman o'z platformasidan ro'yxatdan o'tib oldik. Endi keyingi masala bo'ladi. Biz akkauntimizni tasdiqlab olish. Akkauntimizni tasdiqlash nima uchun kerak? Akkauntimizni tasdiqlash bizga mana misol uchun Telegramga deylik tushgan lidlarni olib o'tmoqchisiz. O'sha olib o'tadigan bot bor, Yuboraman o'z maxsus boti. O'sha botni biz akkauntimizga ulab qo'yishimiz kerak. Buning uchun mana bu yerda o'zi sariq oynada bildirgi chiqib turadi. Akkauntingiz tasdiqlanmagan, shuni tasdiqlab oling deydi. Bu yoqda tarifli plan haqida ma'lumot beradi. Mana o'sha bizda sraz ro'yxatdan o'tdik. Sraz bepul tarif faollashdi mana. Bepul tarif 1000 ta lid limiti berdi bizga. Bu yerda mana tarif muddati 29 kun qolganligi haqida ma'lumot beradi. 29 kun tugagandan keyin yana boshqatdan yangilangan bepul tarif aktivlashadi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerdagi tushgan lidlaringiz statistikalarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Demak, biz tasdiqlashni boshlaymiz. Buning uchun bu yerda tasdiqlash tugmasiga bosaman. Tasdiqlash bosganimda Telegram orqali Telegramga o'tkazib yuboradi bizni. Telegramni bosaman va bu yerda o'sha bizga kerakli bo'lgan chatni ochib berishi kerak bo'ladi. Bizning o'zi Telegram boti bor, maxsus o'sha botga o'tkazib yuboradi. Bu yerda start tugmasini bosishimiz bilan bizni akkauntimiz Telegram bilan muvaffaqiyatli bog'lanadi. Shu bilan bizni akkauntimiz faol bo'ldi. Mana bu yerga o'tsangiz ham bu bildirishnoma yo'qoldi. Demak, birinchi darsimiz shundan iborat. Yuboraman platformasidan to'g'ri ro'yxatdan o'tish. Endi keyingi darsimizda Yuboraman platformasiga Facebook profilimizni, Google akkauntlarimizni to'g'ri ulashni ko'rib chiqamiz.